Rossiya Eronga dronlar, oziq-ovqat va dori-darmonlarni yuborishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Eron Isroil va AQSh bazalariga 80-zarbalar to'lqinini e'lon qildi. Pokiston Afg'onistonni yana o'qqa tutdi. Qurbonlar bor. Tramp Shavkat Mirziyoyevga maktub yo'lladi. Lukashenko Kim Chen Inga har ehtimolga qarshi avtomat sovg'a qildi. Tramp Eron bilan sulh tuzilganini e'lon qilmoqchi. Urush nazoratdan chiqib ketdi. Guterrish. Endi esa batafsil. Shavkat uka, qalaysan, yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Ishlaring yaxshimi? Kecha pul so'ragan ekansan, bankka bora olmadim, shamollaganimdan. Tezda degan programma bor ekan, o'shandan yuborib qo'ydim. Humo Uzkartga yuborsa bo'lar ekan. Ha, kursi ham yaxshi, ancha baland ekan. Yana eng zo'rini aytaymi, karta raqaming esimdan chiqib ketdi. Telefon raqamingni yozsam, 4-5 ta kartang chiqib keldi, tashlab qo'ydim. Mayli, charchama. Eron Isroil va AQSh bazalariga 80-zarbalar to'lqinini e'lon qildi. Eron eskalatsiya boshlanganidan beri Isroil va mintaqadagi AQSh harbiy bazalariga qarshi 80-raketa zarbalari to'lqinini e'lon qildi. Bu haqda Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi e'lon qilgan. Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi asosiy nishonlari Isroilning shimolidagi kuchlar to'planadigan hududlar ekanligini ta'kidladi. Ularning ta'kidlashicha, ular hech qanday cheklovlarsiz katta raketa hujumlari va dron hujumlariga duchor bo'ladi. Asosiy nishonlar Tel Aviv, Kiryat Shmona va Fors ko'rfazdagi 4 ta AQSh harbiy bazasini o'z ichiga oladi. Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi hujumlar suyuq yoqilg'i va qattiq yoqilg'i raketalari, aniq boshqariladigan bombalar va jangovar dronlar yordamida amalga oshirilganini da'vo qilmoqda. Rossiya Eronga dronlar, oziq-ovqat va dori-darmonlarni yuborishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Rossiya Islom Respublikasini Qo'shma Shtatlar va Isroilga qarshi urushda qo'llab-quvvatlash uchun Eronga dronlar, dori-darmon va oziq-ovqat yuborishni boshlashga tayyorgarlik ko'rmoqda. Bu haqda Financial Times xabar qilgan. Ta'kidlanishicha, G'arb razvedka ma'lumotlariga ko'ra, Moskva va Tehron harbiy harakatlar boshlanganidan ko'p o'tmay dronlarni yetkazib berish bo'yicha maxfiy muzokaralar olib borishgan. Tramp Eron bilan sulh tuzilganini e'lon qilmoqchi. Shanba kuni kutilayotgan muhim bayonotda Tramp Eron bilan sulh tuzilganini e'lon qilishi mumkin, deb yozmoqda Isroil telekanali. Donald Tramp shu shanba kuniyoq Eronda o't ochishni to'xtatish haqida e'lon qilishi kutilmoqda. 12-kanal tarqatgan xabarda aytilishicha, AQSh va Eron o'rtasida yakuniy va batafsil kelishuvlarga erishilmagan taqdirda ham bunday bayonot berilishi ehtimoldan xoli emas. Telekanal xabarlariga ko'ra, tomonlar o'rtasida aniq bir shartnoma imzolanishi imkoni past bo'lsa-da, umumiy kelishuvga erishish ehtimoli yuqori. Shu sababli Isroil bunday ssenariyga tayyor turish kerakligi aytib o'tilgan. Pokiston Afg'onistonni yana o'qqa tutdi. Qurbonlar bor. 25-mart kuni Pokiston Afg'onistonning Kunor viloyatiga qilgan hujum oqibatida 2 kishi halok bo'ldi. Bu haqda Afghanistan International xabar qilgan. Qayd etilishicha, Pokiston so'nggi 24 soat ichida Kunor viloyati markazi hamda Sarkano, Manogay va Nari tumanlariga 25 ta minomyot snaryadi otgan. Hujumlar oqibatida 2 kishi halok bo'lgan, yana 7 kishi jarohatlangan. Afg'oniston axborot va madaniyat boshqarmasi vakillari jabrlanganlar tinch aholi ekanini, ular orasida ayollar va bolalar ham borligini ma'lum qilgan. Nari tumanidagi Pashangar hududida minomyot snaryadi turar joy binosiga tushib, 1 kishi halok bo'lgan, yana 3 kishi jumladan ayollar va bolalar jarohatlangan, deydi viloyat politsiyasi qo'mondonligi matbuot kotibi Farid Dehqon. Shuningdek, Sarkano tumaniga qilingan hujumlarda yana 3 nafar tinch aholi jarohat olgan. Hozircha Pokiston rasmiylari ushbu hujumlar yuzasidan izoh bermagan. Tramp Shavkat Mirziyoyevga maktub yo'lladi. 26-mart kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev nomiga Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trampdan maktub keldi. Bu haqda prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov xabar qilgan. Amerika yetakchisi o'z maktubida O'zbekiston rahbarining joriy fevral oyida bo'lib o'tgan Tinchlik kengashining ilk yig'ilishidagi ishtirokini yuksak baholagan. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda ulkan natijalarga erishayotgani ta'kidlanib, mamlakatga tashrif bilan kelish taklifi uchun minnatdorchilik bildirgan. O'z navbatida prezident Donald Tramp O'zbekiston rahbarini Tinchlik kengashining navbatdagi yig'ilishiga, shuningdek Mayamida o'tadigan G20 sammitiga taklif etgan. Yaratgan sizni va O'zbekistonning buyuk xalqini yorlaqasin, deyiladi maktubda. Lukashenko Kimga har ehtimolga qarshi avtomat sovg'a qildi.
26-mart kuni Belarus rezidenti Aleksandr Lukashenko Shimoliy Koreyaga tashrifi doirasida mamlakat yetakchisi Kim Chen Inga o'z mamlakatida ishlab chiqarilgan avtomatni sovg'a qildi. Sovg'a almashish lavhalarini Belarusning Pulperova kanali e'lon qildi. Belarus fuqarosi Kim Chen Inga Kalashnikov avtomat bazasida ishlab chiqarilayotgan qurolni sovg'a qilgan. Mana biz o'qotar qurollar ishlab chiqarishni boshladik, deydi Lukashenko. Kim Chen Inning qurolni ushlashini, xususan, zatvor ramasini orqaga tortganini kuzatarkan, Lukashenko hammasi to'g'ri, qurolni ishlatishni biladi deya qayd etgan. Har ehtimolga qarshi, mabodo dushmanlar paydo bo'lib qolsa, deydi Lukashenko sovg'ani topshirish vaqtida. Shimoliy Koreya yetakchisi esa Lukashenkoga sovg'a sifatida an'anaviy qilich va Belarus rezidenti tasviri tushirilgan ko'zani topshirgan. E'lon qilingan videoda tarjimon Lukashenkoga ko'za chig'anoqlar bilan bezatilganini aytayotgani aks etgan. Bizda qurol uchun pul berish odat tusiga kirgan, dedi Lukashenko va Kim Chen Inga ichida tanga bo'lgan qutichani uzatgan. Urush nazoratdan chiqib ketdi. Guterres. Yaqin Sharqdagi urush nazoratdan chiqib ketgan. Bu haqda 25-mart kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres BMTning Nyu-Yorkdagi qarorgohida jurnalistlar oldida bayonot berdi. U mintaqadagi va butun dunyodagi ko'plab vakillar bilan yaqin aloqada ekanligini ma'lum qilgan. Hozirda muloqot va tinchlikka qaratilgan bir qator tashabbuslar amalga oshirilmoqda. Ular muvaffaqiyat bilan yakunlanishi kerak. Men hozirgina Jean Arnoning mojaroni va uning oqibatlarini hal qilish bo'yicha BMT harakatlariga rahbarlik qilish uchun o'zimning shaxsiy vakilim etib tayinladim. Mening Qo'shma Shtatlar va Isroilga yo'llagan murojaatim shundan iboratki, urushga chek qo'yish vaqti keldi. Mening Eronga murojaatim, qo'shnilaringizga hujum qilishni to'xtating, deydi Guterres. Antonio Guterres Hormuz bo'g'ozida kemalar qatnovi erkinligi tamoyiliga rioya qilishga chaqirgan. Shuningdek, u bo'g'ozning uzoq vaqt yopilib qolishi, global ekish mavsumi boshlangan muhim paytda neft, gaz va o'g'itlar yetkazib berishni falaj qilib qo'yishini aytgan. Inqiroz oqibatlarini mintaqadagi va uning tashqarisidagi tinch aholi o'z tanasida his qilmoqda. Men Livanga yaqinda qilgan tashrifim chog'ida ushbu oqibatlarning ba'zilarini o'z ko'zim bilan ko'rdim. U yerda ham urush to'xtashi kerak. Hizbulloh Isroilga zarba berishni to'xtatish lozim. Isroil esa Livanga qarshi harbiy operatsiyalarni va tinch aholi eng ko'p jabr ko'rayotgan zarbalarni to'xtatish kerak. Guterresning aytishicha, BMT urush oqibatlarini minimallashtirish uchun bor imkoniyatlarni ishga solmoqda. Biroq hozirda gumanitar operatsiyalarni o'tkazish qiyinlashgan. Bizga bu halokatdan chiqish yo'li kerak. Chiqish yo'li diplomatiyada. Chiqish yo'li xalqaro huquqqa to'liq rioya qilishda. Chiqish yo'li tinchlikda, deb ta'kidlagan Guterres.